Menga romantik filmlar yoqadi. Titanik men ko'rgan filmlar ichida birinchi raqamlisi. Rostdanmi? Nega? Yurakni parchalaydi. Menimcha haqiqiy sevgi mana shunday. Menga yoqadigan filmlarmi? Titanik, La La Land va menga Sir ham yoqadi. Sen tentaksan. Qayg'uli lahzalar meni qattiq yig'latadi. Men shunaqangi ta'sirlandimki, nima haqida gapirayotganimni tushunyapsiz, to'g'rimi? Final ajoyib film. Jungkook yonimda yig'lagandi o'shanda. Ha, men qattiq yig'laganman. Sevgi 911 filmining finali yaxshi. Umid qilamanki, menda ham xuddi shunday sevgi bo'ladi. Yaqinda men anime ko'rdim. Sening isming degan. Menda ham xuddi shunday bo'lishini xohlardim. U juda ko'p film ko'radi, juda. Umid qilamanki, meni qandayligimcha qabul qiladigan insonni albatta topaman.